Qozon kebabda o'sdik. Endi qozon kebabda dimlaymiz. Mana bu inson Navro'z qishlog'idan Hakim aka bo'ladi. Suroch amakimning eng qalin karimli o'rtoqlaridan birilar. Mana bugun jon qo'y suygan. Mana shu qo'yni qozonga dimlab, qozon kebab qilamiz. Ko'rdingmi? Mana bu qilaga shashlik qilamiz. Baxtiyor, o'rgan go'sht. Unisi bunaqa deydi. Ko'rdingmi? 27 kilo go'sht qiladi. Men aytdimki, jigar pikar bilan 27 dedim. Ular 18-19 kilodir. Haqiqatdan go'shtni olsak, bugun qozon kebab, shashlik, qovurdoq. Anvar video studiyasi ham vaqtdan yuribdi mana. Mana bu Zabdi Nashanlining uylari bo'ladi mana. Dacha. Ko'rdingmi? Mana bu mana mashinalari bo'ladi. O'rgan go'sht, qaysi go'sht qildi? Qattarlik. 27 kilo go'sht qildi, ko'rdingmi? Kepkay bilan. Ha. Pichagi yo'q. Chantalarda sotganmiz.